Alo, dastlabki chaqiruvimiz man keldim. Men chaqiruvdim. Pastki do'kon ko'ryapsizmi? O'sha yerdan bitta suv bilan sigaret 7-etajga olib chiqib bering. Ya unaqa xizmat yo'q-ku. Kim ko'ryapsiz? Olib chiqib beraversangiz-chi, o'zim qo'shib beraman. Yonimda pulim ham yo'q mening. Shunda olib kirib magazinchiga berib yuboring telefondan. Bo'ldi, ko'rdim hozir. Keling, nima beryapsiz? Sizni so'rashyapti telefon. Meni so'rashyapti, kim u? Alo. G'ayrat aka, 7-etajda asal bo'laman. Aka nima so'rasalar berib yuboring, men nomimga olib qo'ying. Assalom. Bo'l, berib yuboraman. Hop. Nima beray uka? Namin jimillab keldingiz? Lift yo'q ekan-ku, 7-etajga o'zi zo'g'i chiqib kelgan. Mana narsalar. Necha pul bo'ldi dastavka? Telefon 7000 so'm ko'rsatsa, qo'shib beraman sizni. Mayli, mana 10 mingni oling. 10.000? 3000 so'm qo'shib berasizmi? Mayli, mana men 5 mingni ham oling-da, men musor ham olib keting. Quruq ketmang. To'xta. Hozir men yedirdimmi? Qo'limga rasmagan pul berib, musor ham berib qo'ydimmi? Hozir qo'ymasang. Asal bunaqa narsalar olmasdi-yu. Esdan chiqib qopti, yozib qo'yarkansiz. Menimcha sizni ko'ngli bor-ku. Bitta deychadi. Undachi, mashina men nomimdan Asalxonga berib qo'ying. Siz o'sha telefon qo'yarkansiz. Voydod. Voydodni ko'rasanlar hozir. Asalxon, so'ragan narsalaringizni berib yubordim. 500 ming so'm bo'ldi. G'ayrat aka, qanaqa 500 ming? Nimalar deyapsiz? Men faqat suv bilan sigaret so'ragandim. Ey, bunaqa hazil qilmagin menga, tushundingmi? Shu qarzing to'lab qo'ygan. Ben doim aytaman, bular taksichilarni yedirmoqchi bo'ladi. Taksichilar devor bo'lmasa ko'chani ko'radi. It's just that ice cold Michelle fight for that